Sizni ham farzandingiz magazin ayroniga o'rganib olganmi? Ham ishonchli, ham mazali bo'lgan ayronni uy sharoitida tayyorlaymiz. Buning uchun bizga kerak bo'ladi smetanali suzma, qaynatib sovitilgan iliq suv, ta'bga ko'ra tuz hamda qurutni maydalangani. Endi yaxshilab bir massaga kelguncha aralashtiramiz. Aralashtirib bo'lgach, rayhonsiz ayron emas dedimda, rayhonlarni ham qo'shib oldim. Ayronim tayyor bo'lgach, o'zimga qulay idishga quyib oldim. So'ng shunaqa silikon qoliplarga ayronlarni quyib chiqdim. Va bir kun mobaynida muzlatgichda saqlaymiz. Qarabsizki, qurutli, eng muhimi uyda tayyorlangan ishonchli bo'lgan ayronlarimiz tayyor. Bu usulda ayronchalarni farzandlaringizga tayyorlab berishda maslahat beraman. Video yoqqan bo'lsa, bittagina like tayimiz degan umiddaman. Tushaptimi? Hali chiqdi. Bundan-da qiziq hamda yangi retseptlar uchun menga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.